Xo'p, assalomu alaykum. Yana bir bor akalar, assalomu alaykum hammaga. Jizzax Moshina bozoridan Ozod Nurbek yana xudo xolasa sizlar bilan aloqada. Yana bugun akalar Haval avtosalonidan mehmondamiz. Xo'p, aka srochna keling, gap bor deb chaqirishdi. Aka nima bo'lyapti desam, ichkarida mehmonimiz bor, ana shu mehmonimiz videoga olsangiz bo'lmaydi deyishdi. Xo'p, bugungi sanamiz necha aka? 31 mi? 31-oktyabr 2025-yil akalar chisloni eslab qolasizlar, qaranglar. Shuncha mashinalarimiz turibdi. O'tgan safar kelganimizda bilasizlar, bundan-da ko'p edi. Yana borgan sari bular kamayib, yana aytishyapti akalar, ukajon yana sotdik, yana o'rniga keldi bular deyishyapti. Endi borib bitta gap aytaymi? Bularga minus bo'ladi, mana ularni ko'rsam, mana qarang, kecha yomg'ir yoqqan, iloji yo'q akalar, egasiga shartta beraverayapmiz dedilar. Jamshid aka, uzr lekin sizlarga men bo'lib qoldi ekan. Assalomu alaykum. Xo'p, havolchi Jamshid akam har doimgidek, Jamshid akam bilan yana intervyu qilamiz. Jamshid aka, nima chaqirdingiz bugun? Aka, srochna kelmasang bo'lmaydi, bitta odamimiz bor. Sizga tayyorlab qo'ygan bir mehmonimiz bor. Ichkarida Bestak ham kelganlar, hamma taniydigan. O'zimizni Jizzaxlik Bestak aka. O'zimizni Bestak aka. Hamma taniydi, bloger, Instagram bloger desak ham bo'ladi. Shuni bir siz bilan ko'rsatmoqchi edik, tanishtirmoqchi edik. Qani keling. Xudo xolasa, shoshmay turing Jamshid aka. Xo'p, mana bu tarafdan yana klientlarimiz, endi o'zlarini videoga yashiravermaylik. Bu taraf klientlarimiz yuribdi. Har safar kelganimda aka shoshmay turing. Aka, hozir kelganimizga ham bir 20 minutlar bo'ldi. Aka shoshmay turing. Mana ular klientlar sal kam bo'lsin deyishdi. Ko'ringlar, qiziqqanlar, yo'lni tushuntirib o'tamiz, manzilni tushuntirib o'tamiz. Jamshid aka, har doimgi adresni bitta tushuntirib o'ting. Jizzax Haval avtosalonimizda manzili Buyuk Turon ko'chasi, Jizzax shahrida joylashgan, Buyuk Turon ko'chasi 8-yo'lda joylashgan. Endi hamma xalq tilida 8-yo'lida. 8-yo'lida. Atrofimizda mo'ljali eski Marat Zakirov litseyi yoni, hozirda ichki ishlar litseyi bo'lgan va o'zimizda propan zapravkani yonida desak ham bo'ladi. Bu taraf akalar sport kollej, eng zo'ri sport kollejdan bir 500 metr yurasiz, mana Haval avtosalon, Jizzax Haval. Kelorasiz 24 ga 7 akalar aloqada, telefonlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, Jamshid aka, odamlar nima ko'rishyapti ko'proq yana? Odamlar hozir trendda bo'ladigan Julian M6. Julian M6. Ha. Mazza bo'lyapti ekanda. Chunki sababi M6 ni 3-pozitsiyasiga 279.900 ga 10 million so'm skidka bo'ladi. 10 million so'm skidka. O'tgan safar anov tugab qoladi dedingiz, hozir yana cho'zishdimi? Yana cho'zishda davom etmoqda. Tez shoshilinglar, akalar hammalarga yetadi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, ana endi biz sirli mehmonni, ya'ni o'sha Begzod akamni oldiga kirib, bir Begzod akam bilan video qilishga harakat qilamiz. Voy, Jamshid aka, mana qanday qamidi? H6midi? Bu o'zimizning Dargo bo'ladi. Dargo avtomobili. Dargo. Ikkita pozitsiyadan iborat bo'ladi. Endi ko'pchilik kommentariyada narxlarni so'rashyapti. Birinchi pozitsiyamiz 399 million 900, ikkinchi pozitsiyamiz 429 million 900 dan tashkil topadi. Tushunarli. Jamshid aka, bu anonda qani 92 hozir 80 solishmayapti-ku odamlar. Endi 80 o'zi 1-oktyabr yo'q bo'ldi. Endi bunga 92 dan boshlab bemalol qo'yaverasiz. Tanlamaydi, kaprizni emas. Kaprizni emas aka, bemalol propanchani qo'yib ham yuraversangiz bo'ladi. Jizzaximizda ko'p boyakalarim shunday olyapti. Akalar, ana undaqa rangi yoqmasa sizlarga, mana bundaqa jemchuk rang. Qarang buni, yaltirashini qarang. Mazza emasmi? Xo'p, ichlarni ko'rsatganlarga bitta ichlarni ko'rsatib o'taylik bahonada. Jamshid aka, bunga metan, propan farqi yo'q-da aka. Bularga aka propan qo'yishsa zo'r bo'ladi. Qani sizlarga? Bu avtomobilimiz Turix Tour bo'ladi. Ya'ni to'rttasi. Full pozitsiyasi 429 million 900 lik. Yo'l tanlanmas, xohlagan yo'llarda yursin, tanlamaydi umuman, hadovoyga gap bo'lishi mumkin emas. Motorlari germanskiy bo'ladi, 192 ot kuchiga ega. 4 ta Porsche motori sepli bo'ladi. 8 pog'onali avtomatik korobkasi bor. Eng muhimi motori sepli aka. Motori sepli. O'shasini aytib o'ting, toshina. Remenli emas. Remenda bilasiz klapan qayerda. Bunda esa sepli aka. Tepa polniy panorama, hamma shart-sharoitlar, o'rindiqlar isitish, sovutish sistemalari, massaj, hamma narsa. Tasavvur qiling, shunda yo'lda ketyapsiz, massaj qilib ketadi. Aka, shunda ikkalasi hammi? Yo'q, faqat mana menda bo'ladi. Pul to'lagan odammi faqat? Endi mazza qiladigan odam bo'ladi-da, aka. Xo'p, mana qaranglar, shaybali anaqalar, skoriy cheklarimiz. Xo'p, bu yerda besprovодный zaryadkamiz ham bormi aka? Bor aka, xolodilniklargacha bor, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Sizga voy, displeylar boshqachami aka, yana? Displey juda zo'r. Qarang, start-stoplarimiz bor. Rullarimizda o'zini rejimlari bor aka. Lёгкий, sport, standart rejimlari bo'ladi. Akalar, mazza emasmi? Qaranglar. Jamshid aka, aka buni haydab ko'rsak qanday bo'ladi? Masalan, boshqa safar, hozir bu safarga bilaman, hozir ozroqgina vaqtlaringiz ziq, sizlarda ham olib chiqamda haydab ko'rsak bo'ladimi? O'zimiz ham test drive xizmati bormi? Test drive bor aka, test drive ga chiqib bemalol haydasalaringiz bo'ladi. Telefonlaringizni qoldiramiz, hammasini aka.
telefonlashib Dargo'ga yoki Julionga yoki H6ga, H9ga tezroqga bormoqchimiz desa bemalol kelaversin akalar. Kelishaversin, nasib bo'lsa. Voy, mana sizga akalar. Anavi sizlar ko'rib, ko'zlaring o'rganib, ana zapchasi bormi? Buni zapchasi aniq bor, shundan olaman degan mashinalarga test drive degan narsa bormi akalar? Ha? Test drive yo'q ularga. Endi mana bularga test drive bor. Jamshid aka, zapchasi masalasini yana o'sha odamlar ko'taryapti. Yo'q, zapchasida hammasidan muammosi yo'q aka. Kelishsin, telefon qilishsin, o'sha yo'q degan odamlar telefon qilishsin, topib berishamiz aka. Muammo yo'q. Zapchasidan muammo yo'q. Muammo yo'q. Aytgan soatda. Aytgan. Hozir men eshityapman aka, ana o'zimizda yuk mashinalar boshqacha kelyapti, yana boshqa modellarni aytmaylik. Ukajon, ularga sal muammo bo'lyapti. Kerak emas, olmayman. Bizda o'zbeklar shunaqa olishdan oldin, ya'ni ertasini o'ylaydi, ya'ni zapchasini o'ylashadi. Yo'q, zapchasida hech qanaqa muammo yo'q. O'zimizni servisimiz bor. Orqada ham ko'p marta ko'rsatganmiz videolarda, ustaxonamiz bor. Hamma narsa, shart-sharoitlar shu yerda aka. O'tgan safar servisda akam aytgandilar, hozir ismlari esimdan chiqib qoldi. Abdurahim aka aytayaptilar, ukajon kelsin. Misol uchun mana buni hadovoyni qildirish kerakmi? Hadovoyni bu yerda qildirib, boshqa narsasini yoqqa jo'natish yo'q bizda. Aka, sherga servisimizga kirib kelishadi, 100% sherda servisda ishimiz tugaydi deyishyapti. Jon, shu gapingiz uchun rahmat. Hozir bitta narsa esimga tushdi, aytib qo'ymasam bo'lmaydi. Barcha obunachilarga Julian avtomobillarining har qanaqa pozitsiyalari, o'zi 3 ta pozitsiyasi bor. 280 milliondan 330 million so'm. Har qanaqa pozitsiyasini xarid qilsalar, birinchi moy almashtirish ikkitasi bepul bo'ladi. Hozir shunda aka, moy almashtirish kamida bir 400 mingga almashtirsa kerak bo'lgan. Kamida, endi yana ham bilmadim. Shunday. 400 mingdan bo'lsa shunda 800 ming 1 milliongacha akalarga plyus. Shunday. Yana dabavka Julionga 30% bosh to'lov qilishsa, bo'lib berish rasochiga ham o'qidim aka. Bu kun.uz o'qib qoldim men. Kun.uzga bari ishonaman. Siz aytmasangiz ham akajon, biz obunachilarga aytib ketamiz. Xo'p, akalar, Dargo xohlaganlarga. Mana bu bitta bunda qarang, Julion xohlaganlarga anaqa Julionimiz ham bor akalar. Ana sizga M6. Shunaqami ekan bu M6 dan? Da, M6miz aka, narxlarini tanishtirib o'taman. Endi barcha narx qiziqishyapti. Hozirda M6 avtomobilimizni 3 ta pozitsiyadan iborat bo'ladi. 249 million 900, 259 million 900, 279 million 900. Endi 3-chi full pozitsiyasi 279 million so'mga, 279 million 900 ligiga 10 million so'm chegirmasi bor. 10 million so'm chegirma. Tushunarli. Xo'p, endi akam ko'rsataylik. Endi sizlarga ko'rsatadigan odamimiz bu Bekzod aka bo'ladilar. Bekzod aka, assalomu alaykum. Ana sizga mikrofonni bering aka. Assalomu alaykum, charchamadingizmi? Mikrofonda Bekzod aka ushlab olasiz. Xo'p, Bekzod aka, sizni aka Jizzaxda tanimagan odam yo'q. Aka bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. To'g'risi biz ham Bekzod aka deb yuramiz. Endi o'zlari bilan ko'rish har zaman endi yo'limiz duch kelib qolganda ko'rishamiz. Bekzod aka, elektromobil sotdingiz. Xabarimiz bor. Endi bilganlar biladi, bilmaganlar qayerga olib nima sotganingizni bilamiz unisini. Xo'p, nima qilib yuribsiz aka? O'zingiz mana reklama qilib yuribsiz. Qo'lingizda cho'ta narsalar ko'ryapman, grafikalar ko'ryapman aka. Olyapsizmi xudo xolasa? Qarang, o'zi yaxshi niyat yarim mol deyshadi. O'sha elektromobil sotishimizdan maqsad mashinani almashtirish edi. Hozir bilasizlar, endi kun sayin zamon tezlashgan sayin baribir o'zimiz ham media sohasida yangicha dizayn o'zimizga tanlashimiz kerak. Nafaqat kiyinish, turadigan uyimizdan tortib mashinamizgacha albatta shu ishimizga mos bo'lishi kerak. Mana shu mashina men o'zimga yo'q. Shuncha kelar ekanman, lekin hech bir mashinamni almashtirish haqida o'ylamagandim. Lekin bugun shu haqida o'ylab qoldim. Qattiq qaror qilib ertalabdan turib tushlarimga kirib chiqdi. Hozir men Jamshid ukamiz shartnoma berdilar. Haval Dargo mashinasi. Xudo xolasa endi niyat bu. Qanchalik o'xshaydi, qanchalik o'xshamaydi, lekin tez kunda xudo xolasa yangilik bo'lib qolishi mumkin. Menga yoqqan tomoni bu yerda har bitta mashinani o'ziga yarasha komplektatsiyasi bor va lyuks va har bittasini o'ziga yarasha kreativligi bor va bu mashinalarning ichida men hamma o'zini o'sha yo'nalishidan, kasbidan kelib chiqib tanlasa bo'ladi. Mana shu mashina Dargo menga yoqdi. Sizlarga tavsiya qilamiz. Qaranglar, akamga, Bekzod akamga, bilasizlar, Bekzod akam media sohasi mana bu Toshkentda aytaveraymi aka? Kasb reklama qilaveraymi bemalol. Ana Toshkentdan to'y qilaman desangiz, aka Toshkentdan palonchi artist kerak desam, Bekzod akamga aloqaga chiqarsizlar bemalol. Luboy. Manzillarni ham aytib ketamiz. Bekzod akaning manzil o'shami? Enstralning ko'chasidami? Media o'sha bitta adresingizni aytib keting. Endi bizda hozirgi kundagi aniq manzilimiz, ya'ni ofisimiz davlat xizmatlarida, davlat xizmatlariga ko'chilgan. Lekin hozir men Dream House domlarining pastiga yaqin kunlarda to'y san'atkorlari, ya'ni Toshkent san'atkorlarini Jizzaxga gaplashuvchi administratsiya ochish niyatimiz bor. Yanvar oyida ishga tushadi. Yanvar oyida men Haval bilan borib, Yulduz momoni o'zim olib kelaman deb. Ana sizga. Voy, Bekzod akam mana shu xudo xolasa Dargoni mana bosish niyatlarida. Bekzod aka, haydab ko'rdingizmi uni? Test drive qilib ko'rdingizmi aka? Ha, qilib ko'rdim. Tezligi, ichlaridagi subwooferlar, balonlar, panorama lyuklar. Qulayliklari zo'r o'zingiz uchun.
shu o'tirganimizda endi biza ko'proq nima deydamiz, charchoq bo'ladi-ku odamda. Ruhan charchaymiz. Massaj ham qilib qo'yar ekan qo'yamiz. Sidinalar va akalar bo'yachlarini ko'rsatish sizga endi Beyzda ham o'zini tanlovi, xudo xolasa bunisi. Beg'in mana sizga bitta ko'rsataylik. Bo'yam bilan bir xil, prosta rangi sal boshqaroq akalar. Xo'p, Beyzda akalar shamol o'sib tursin deymiz, nasib bo'lsa osillar. Xudo xolasa. Bitta like-chani bosib komment yozib ketasizlar, Beyzda ham taniganlar, bilaman hammalaring taniysizlar. Jamshid aka, nima qilamiz aka? Bunisini xudo xolasa Beyzda ham sotamizmi yo Beyzda ham qiynaymizmi hozir aka? Yo'q, iloji yo'q. Tugab qoldi, qilmaymizmi? Beyzda akamga qilib beramiz aka. Qilib beramiz. Rangidan endi Beyzda akam xohlayapsa, mana shunaqa rang bo'lsa. Shuni qarang, neobeshniy. Neobeshniy. Tushunarli. Beyzda akam stili shunaqa, neobeshniy ranglarga qiziqadi. Shunaqa. Endi baribir Beyzda akam ko'proq premium, ya'ni katta odamlar bilan ishlayotgan odam akam. Xo'p, Beyzda akamga rahmat aytamiz. Beyzda aka, katta rahmat aka, salomat bo'ling. Charchamang, yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Xo'p, aka, Beyzda akamga o'sha 10 million chegirmami? Yo Beyzda akamga ko'proq chegirmami? Beyzda akamga iloji boricha biz qanaqa qulayliklar bo'lsa hammasini qilib berishga tayyormiz aka. Endi qarang, Beyzda akam demang, bizda obunachilardan kelsa ham, haval deb kelgan hamma obunachilarga yoki hamma odamlarga o'sha Beyzda akamga nima qilib ishlayapsiz, hammasini qilib berasiz. Bo'ldi aka, gap. Bo'ldi. Xo'p, aka nima bo'lyapti hozir? Eshitishim bo'yicha boya aytganingizdek, boya almashtirish berish xizmati 150 ming kilometrgacha, ya'ni 5 yilgacha garantiyali mashinaga bor. Luboy mashina olishsin, garantiyali bor havoldan. Shunaqami? Yashang. Narxlarni bir yana eslatib o'ting. Eslatib o'taman, bizda 6 xil modelimiz bor. M6 avtomobillari 249 million so'mdan 279 million so'mgacha 10 million so'm skidkasi bor. Bundan keyin Julian avtomobilimiz keladi. Julian avtomobilimiz 279 million 900, 309 million 900 va 329 million 900 ni tashkil qiladi. Bundan keyingisi Dargo avtomobili ikkita paysadan iborat bo'ladi. 399 million 900 va 429 million 900 ligi bor. Sizga. Hozirda ko'rib turganingiz Julian 3-paysa, Dargo 2-paysa full, M6 ni 2-paysasi turgan. Yana boshqa modellar ham bemalol keladi. Bemalol H6 avtomobillarimiz bor. 325 million, 355 million, 370, 390. Va eng asosiysi H6 avtomobillarimizga barcha paysalarga 10 million so'm skidka bor. Yashang. Anavi pikaplarimiz ham bor, Pikaplarimizda yaqinda video oldi, uni ham ko'rishib qolishadi aka. Pikap avtomobilimiz o'zi bitta paysadan iborat bo'ladi, luxury deyiladi, Wingle 7 luxury. Uni narxi 359 million 900. Uni anavi ovch akalarim, dalada biznesi bor akalarimiz ham. Ishoning, shunaqa mashina 2.4 motorli, atmosferniy motor, 80 benzin bemalol ketadi. Uni aka biz toqqib chiqib bir test drive qilib ko'rgandik. O'shami? Shunday aka, sizdan kakras sizga. Xo'sh, akalar, ko'ringlar, gumbillatib bosinglar. Haval mana kuniga odam sherda mana, yana odam chiqib ketyapti mana. Keladi, ketishadi. Shartnomalar bo'lyaptimi, Jamshid aka? Shartnoma bor. Sir bo'lmasa yoki sirmi? Nechta odamga sotdilaring, nima bo'ldilaring, boyni hisobiga aytib o'tsangiz bo'ladimi? Iloji bo'lsa. Odamlarning rezultati bilishsin. Rezultat xudo xolasa aka, natijalarni aytib o'tamiz. 70 ta, 80 ta mana shu atrofida. Anavi sizlar reyting bo'ladi-ku sizlarda? Endi aytilmagan gaplarni aytib qo'yingizlar, bular reytingi bo'ladi, misol uchun havalmi, misol uchun haval ves respublika bo'yicha nechta haval filial bo'lsa, o'sha haval filiallar ichida bularning o'zini reytingi bo'ladi. Misol uchun Jizzax 1-o'rin, Toshkent 2-o'rin, Palonchi 3-o'rin, shunaqa bularning reyting bo'ladi. Nechinchi o'rinda ketyapsiz aka? O'tgan safar ko'rganimda 3midi yo 2midi adashmasam. Shunday. Hozirgi kunda biz endi aka o'zimizda yarasha hurmatimiz bor. O'zimizda nima bo'lsa aka zavodimiz bor. Zavod sherda baribir. Zavod sherda, baribir hurmatimiz bo'ladi. Birinchi qo'l tandirdan issiqqina yulganda beramiz mijozlarimizga. Xudo xolasa ikkinchi o'rindamiz aka. Ikkinchi o'ringa chiqdilaring. Voy, akajon, tabriklayman, xudo xolasa. Xo'p, akalar, ikkinchi o'rin xudo xolasa. Ko'ringlar, bosinglar, bekorga emas bularniki, bekorga emas. Birinchi bilasizlar, ADM Jizzax zavodni o'ziga ham borganmiz, ko'rgansizlar. Agar to'liqroq ma'lumot zavodni ichlari bilan qanaqa ishlab chiqaradi, nima bo'ladi, qiziq bo'lsa, Jahongir Latipovning videosi bor, bir oy oldin kelib havola, ya'ni ADM avtosalonni yamab ketishgan. Biz ham yaqinda yangilik qilamiz, siz bilan boramiz. Zavodga cheklamizmi? Gaplashdim. O'shani ham ruxsat olib, ana sizga yaqinda yangilik qilmoqchiman. Eksklyuziv aka, birinchisi men bo'laman, xudo xolasa. Latipovdan keyin albatta. Xo'p, akalar, bosib yuboringlar, xudo xolasa. Haval Jizzaxda kelasiz, любое время 20 turga yetdi, test drive bepulga test drive'imiz bor. Kelasiz aka, menga mana bu yoqda bitta haydab ko'rasiz. Jamshid akangga uchrashing. Xudo xolasa, test drive ham qilishadi. Faqat sizdan talab qilinayotgan narsa nima bo'ladi aka? Bittagina prava, xolos. Pravalari bo'lsa, original o'sha o'zlarini olib kelishadi, qo'llarida ushlab, pravani o'zlari bilan bemalol yashang akam. Xo'p, manzillarni yana bir tushuntirib o'ting Jamshid aka. Manzilimiz Jizzax Haval avtosaloni bizda hozir Jizzax shahar Buyukturon ko'chasi 8 yo'lida joylashgan. Ochiqchasiga aytganda aka, mo'ljalimiz sport kollej yoki Obulgay. Xalqona tilda aytganda. Xalqona aytganda.
soatdan 10 ga qarab burilganingizda sport kollej, chap tomoningizda sport kollej bo'lsa, o'ng tomoningizda Obelgay. O'shandan 500 metr o'tasiz va sizda Haval avtosalon o'zi ko'rinib turadi, katta bo'lib aka. Xudo xolisa havalchi bo'li, ya'ni Jamshid akam deb nasib bo'lsa kelarasizlar. Jamshid aka nima qoldi aytilmagan ichkarini bitta ko'rsatinglar, servis xonani. Servis xonamiz aka, o'zimiz Abdurahim hozir o'zini ishlari bilan ichkariga odamga qarab turadi akam. Akam mana bizdan misol uchun mashina xarid qildilar. Aha. Ikkinchi jarayon mana shu Abdurahim xonasida bitadi. Ya'ni garantiyalari, qanaqadir do'plari qo'yib berishlari aka, o'shalar hammasi shu xonada bitadi. Shu xonada bitadi. Xo'p, aka, nimalar beramiz odamlarga? Qanaqa voy, mana bu Shell aka, ana Formula 1 da haydab keldi. Hammasidan bor. Originalidan. Original aka. Ana sizga. Hammasidan bor. Bu akalar uni parshivniy emas yoki boshqa narsa emas, original o'ziniki. Kelasiz baribir nasib ko'rib olasizlar. Aka, nimalari bor yana? Nimalar qilib beramiz klientlarga? Mijozlar kelishsin, istayotgan narsasini aytsin. Boricha qilib beramiz aka. Qo'limizdan kelgancha. Klient uchun, mijoz uchun ya'ni. Mijoz uchun aka. Haval har doim mijoz uchun ishlaydi. Voy, yangi she'r topamiz akam. Xo'p, akalar kelaverasizlar xudo xolisa 24 ga bitta akalar aloqada. Mana Yevakor polik deysizmi? To'qib berish, qilib berish, hamma narsa xizmatini akalar o'zlari qilib berishadi. Aka, shartnoma qilib bo'lgandan keyin necha kunda chiqyapti nasib bo'lsa? Endi mashin tayyor aka hozir kunda. Shunda keladilar, so'rovlar pasporti bilan 2 soatda ishi bitadi. Qaytib avtosalonga kelib, mashinani olib ketaveradi bo'ldi aka. Voy, ana sizga. Hozir biz yangi sistemaga o'tganmiz. Aha, nima bo'lyapti Jamshid aka, yangi sistemamiz? Yangi sistemamiz aka, pul to'lashadi. Aha. Mashinani уже avtosalon kelgancha qolgan pullari ham tushib, olib chiqib ketadi aka. Ha, eqqa bor, banka bor, to'lov qilib, sizlar shotlarga pul tashab qaytib kelaman degancha mashina tayyor. Bo'ldi aka, shunday. Voy, anonga chiqib yarim yil ko'd, 1 yil ko'd. Voy, bitta zo'r narsa kelyapti, lekin Jamshid aka uni erta bozorda aytaman men. Voy, akalar bozorda zo'r gap bo'ladi. Bitta endi balkim sherda ham uchun chiqarib ketib qolaylik. Cobalt yangi pozitsiya chiqib degan eshitlar ham. Voy, bir kulgisi keladi ularda, charchamanglar. Xudo xolisa videoni tugatamiz akalar, qolganini yerda gaplashamiz nasib bo'lsa. Jamshid aka, charchamang akam, salomat bo'ling. Xudo xolisa klientlar kelaverasizlar Havalga, Haval Jizzax avtosalonga kelasizlar. 24 ga bitta aloqada akalar. Charchamanglar.